Agar kuygan joydagi pufaklarni yorib tashlasangiz, siz kutmagan 3 ta og'ir asoratga sabab bo'ladi. Eng qizig'i, men aniq bilaman, bu uchinchisini siz har doim yillar davomida to'g'ri deb bilib kelgansiz. Bu esa katta xato. Videoga bitta like bosib qo'ying, men tushuntirib beraman. Birinchisi, pufakning ichida toza, shaffof serro suyuqlik bo'ladi. Agar siz pufakni yorib tashlasangiz, uni himoya funksiyasi buziladi va teriga infeksiya tushish natijasida og'ir asoratlarga sabab bo'ladi. Ikkinchisini siz ko'p eshitgansiz. Pufakchalarni tezda yorib tashlab, bo'lmasa chandiq qoladi deyishadi. Bu katta xato. Agar siz pufakchani yorsangiz, o'sha joydagi teri o'z-o'zini tiklash xususiyatini yo'qotadi va juda katta ehtimol bilan aniq chandiq qoladi. Uchinchisini aytishimdan oldin bitta savol bermoqchiman. Siz kuygan joydagi pufakchalarni yorganmisiz? Fikringizni kommentariyada yozib keting. Oxirgisi esa pufaklarni yorganda og'riq kamayadi deb o'ylashadi. Aksincha, uni yorsangiz, kuygan joydagi nerv uchlari ochilib qolgani hisobiga og'riq, achishish juda ham kuchayib ketadi. Kuygan vaqtda birinchi yordam uchun nima qilish kerakligini videoni opisiyaniyasida yozib qoldiraman. Siz esa bu foydali ma'lumotni yaqinlaringizga ham yuboring.